Propanda JEM avtomobillari qancha harakatlanadi? Eng ko'p berilgan savol. Video davomida javobini olishingiz mumkin. Tracker 2 mashinamiz 48 litrli balon bilan shahar ichida 400 km, darni yo'llarda 500 km gacha harakatlanadi. 12 mashinasida esa 65 litrli balonga shahar ichida 600 km, darnida 700 km gacha yuradi. Gentra mashinasida esa 48 litrli balon bilan shahar ichida 320 km, darni yo'llarda 400 km gacha harakatlanadi. Cobalt mashinasi esa 48 litrli balonga shahar ichida 400 km, darnida 500 km gacha yuradi. X3 mashinamiz 48 litrli balon bilan shahar ichida 350 km, darnida 450 km dan oshiqroqgacha harakatlanadi. Tracker 1 mashinamizda esa 48 litrli balonga shahar ichida 300 km, darnida 400 km gacha harakatlanadi. Lacetti 1.8 mashinamiz 48 litrli balon bilan shahar ichida 350 km, darni yo'llarda 400 km gacha harakatlanadi. Bu mashinamiz 40 litrli balonga shahar ichida 400 km, darni yo'llarda 450 km gacha yuradi. Spark mashinamiz esa 42 tali balon bilan shahar ichida 400 km, darni yo'llarda 450 km, 500 km gacha harakatlanadi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.